Assalomu alaykum. Siz bilan noldan ingliz tilini o'rganamiz darslari. Hozir 1 daqiqa ichida noaniq artikl e va n'ni tushuntirib beraman. Ham, n ham one so'ziga sinonim, ya'ni bitta degan ma'noni anglatadi. Farqi nima? undosh tovush bilan boshlangan birlikdagi ot so'z turkumiga oid so'z oldidan keladi. Masalan, kitob demoqchi bo'lsak, a book. A dog kuchuk yoki bitta kuchuk. A pen bitta ruchka yoki ruchka. A uniform forma. Uniform so'zida birinchi harfi u, lekin tovushi u, ya'ni uniformda o'qiymiz. Shuning uchun ham uniform deb aytyapmiz. unli tovush bilan boshlangan birlikdagi ot so'z turkumiga oid so'z oldidan keladi. Masalan, bitta olma yoki olma demoqchi bo'lsak, an apple. An elephant fil yoki bitta fil. An eagle burgut yoki bitta burgut. An hour bir soat. Hour so'zida birinchi harfi h, lekin o'qilishda hour deb o'qiymiz. Shuning uchun an hour bo'ladi. Agarda so'z oldidan sifat keladigan bo'lsa, sifatni birinchi harfiga qarab artiklni qo'yamiz. Masalan, a red apple, an expensive car.